Bu Can familik akımız özü 70 yaş, şu öydə aramayla olğan çağda dümbüsü tuyuqsuz ağrıb ketib, bizning doktoranın ciddi quzuşqa kelgəndə ekan biz tekshirish orqali bu kasallikka şu yurakdan chiqqan o'qdoma yerib ketganligini bildik. Ya'ni juda majasing deymiz. Endi bu kasalni tushunganlar bildi. Bu kasallikka o'lib ketish ehtimolligi nihoyat cho'ng, xatarlik. Yurak tiqilmasidan bu xatarlik ham operatsiyaning qiyinlik darajasi bu tashqi kasalliklar operatsiya ishida eng murakkab. Bu kasalni darhol yarim kechada operatsiya qildik. Jami 8 soat vaqt ketibdi. 8 soat operatsiyadan keyin o'ngishli ICUga yetkazildi. ICUda avval yaxshilangan ekan. Mush odatga yataq yenib keldi ekan. Odatga yataq yetib 3-kuniga yarim kecha kelgan chaqda bu hakimiz tuyuqsiz ko'p miqdorda qon qusib ketdi. Tekshirish orqali bu hakimizdanki shu oshqozonning yaralık yaşıyor, kanıqalıqını bildik. Hem de bazı bemorlar nima deb o'z vaqtida buni bayqamagan deb so'rashinglar mumkin. O'z vaqtida bu kasal kelgan chaqda kasal nihoyat ig'ir. Bu oshqozon ayni ishlashga sharoit yo'q. Shu chaqda bayqamabmiz. Keyin bu akamizni dargani jiddiy operatsiya qilib, shu oshqozonni kesdik. Ikkinchi qitim operatsiya qildik, ikkinchi qitim ICU kirdi. Uning aqsini yana avval yaxshilanib, odatga yataqqa yenib chiqdi hamda davolash jarayoni nihoyat murakkab bo'ldi. O'zimcha patati, lekin buning oxirgi natijasi yaxshi bo'ldi. O'zi o'ngishliq holda mush yataqdan chiqdi. Bu kasalni davolash nihoyat tez to'xtadi. Shunday bo'lsa-mu, oxirida akamiz o'ngishliq davolandi. Bu davolashda o'ngishliq desak bo'ldi. Masalan, so'raydiganlar 181 99 88 77 34 mush nomerda undan qattiq masalan so'rasanglar bo'ldi.